Aziz, birinchi qo'ylar zoti haqida tushuntirib o'tsangiz, ham o'zi bu sohaga qanday qiziqib kelgansiz, shu haqida ham gapirib bersangiz, ustozlaringiz haqida. Bu qo'ylarga qiziqishimni anaqasi opog'im yoshligimdan beri qo'y boqardilar. Yoshligimdan beri qarab yurardim. Katta bo'lgandan keyin dadamga aytganimdan keyin olib berdilar. Mana qo'ylarimiz. Bu qo'ylarimiz zoti Arashan, Zalatoyni bolalari. Ustozlarimga kelib o'tadigan bo'lsa, bittasi Islom tog'a, bittasi Zohid aka bo'lib o'tadi. Ulardan maslahat olib, qayerda qanaqa bo'lish kerakligini so'rab o'tiraman. Mana bunisi tuyani bolalari. Qizlari. Buni ham zoti Arashan. Buniki qora bayarda o'g'il qizlari mana. Bunisi kelib o'tadigan bo'lsa, Qorabayirni bolasi. Muhammad Aziz, o'zingiz tengqur yoshlarga nimalarni maslahat berasiz? O'zim tengqurlarga telefondan foyda yo'q. Bitta qo'yib olib qo'yishsa, 1 yildan keyin 4 ta bo'ladi. 4 ta qo'yib 8 ta bo'ladi. Shu maslahatim telefonni o'yinlarga chalg'imanglar. Telefondan foyda yo'q. Dadaringni telefonning o'rniga qo'y oldirib qo'ysalar ham 1 yilda 4 ta bo'ladi ki, bemalol Samsung olayotgan bo'lsalaring, bemalol iPhone darajasiga chiqsalaring bo'laveradi. Bundan keyin yaxshi foyda qoladi. Eng muhimi shu pullaring bo'ladi. Ko'pchilik el taniydi keyin sizlar chempion bo'lsalaring. O'sha maslahatim yoshlarga maslahatim shu.